Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadqiqotchilar. Bugun sizlar bilan tabiatdan kapalaklarni tutish va ularning o'sha tutish qoidalari, tutish tartiblari va tutish uslublari bilan yaqindan tanishib o'tamiz. Bilamizki, kapalaklar faolligiga ko'ra ikkita guruhga bo'linadi. Kunduzi faol hayot shakliga ega bo'lgan kapalaklar va tunda faol hayot shakliga ega bo'lgan kapalaklar. Kunduzi faol hayot shakliga ega bo'lgan kapalaklarni tabiatda tutishda bu albatta ko'pchiligimizga ma'lum. Demak, bunda biz asosan sachoqlar deymiz, ya'ni tutqichlar orqali kapalaklarni tutishni amalga oshiramiz. Entomologik sachoqimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, entomologik sachoqimizning dastasi 1-1,5 metr atrofida, uning demak diametri 25-35 santimetr diametrda atrofida bo'lishligi kerak va shu bilan bir qatorda sachoqimizning qopi 60-70 santimetr atrofidagi chuqurlikka ega bo'lishligi shart. Sachoqimizning qopini asosan biz o'sha dokadan foydalanamiz. Buni ikki qavat qilgan holatda sachoqimizning aylanasiga biriktirib olamiz. Dokadan tashqari bu to'rsimon matoli ko'rinishga ega bo'lgan materiallar mavjud. Ushbu materiallardan ham foydalanish mumkin. Endi bilamiz, sachoqlar turli xil bo'ladi. Tashqari sachoqlar, suv sachoqlari, ya'ni gidrologicheskiy, gidrobiologicheskiy, rus tilida aytganda gidrologik, gidrobiologik sachoqlar ham mavjud. Ular asosan suv hasharotlarini tutishda, suvda yashovchi umurtqasiz hayvonlarni tutishda ko'proq foydalaniladi. Endi sachoq orqali tutganimizda kapalaklarni tabiatdan dastlab ularni o'sha sachoqning ham foydalanish tartib qoidalari bor va o'sha sachoqni harakatlantirganimizda asosan uni yuqoridan pastga qarab ichiga havo to'lgan holatda, ya'ni o'sha biz bilamizki, hasharotlar yuqoriga qarab uchish xususiyatiga ega deyarli barchasida, shuningdek kapalaklar ham. Uni biz demak kapalaklarga yo'naltirganimizda yuqoridan pastga qarab harakatlantiramiz. Sachoqimizga kapalak tushgandan keyin tezda uni kapalak mavjud bo'lgan joyini yuqori qismidan demak mahkam tutib olamiz va ehtiyotkorlik bilan kapalak mavjud bo'lgan qismini yuqoriga qarab harakatlantiramiz. Bu yerda albatta bizga yordamchi kerak bo'ladi. Chunki bir kishi bajarishi biroz murakkablik tug'diradi, sababi o'sha kapalakning qanotlari shikastlanmasligi kerak. Kapalaklarni biz ikki xil maqsadda tutishimiz mumkin. Biologik xususiyatlarni o'rganmoqchi bo'lsak, tirik holatda ushlashligimiz kerak bo'ladi. Agar undan kolleksiyalar tayyorlash maqsadida bo'ladigan bo'lsa, ularni demak olganda keyin oldindan tayyorlab qo'ygan maxsus modelkalarimiz, ya'ni entomologik modelka yoki entomologik idishlarga to'g'ridan to'g'ri ularni o'sha sachoqdagi kapalakni modelkaga yo'naltiramiz. Endi modelkaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, modelka bugungi kunda plastik idishlar turlicha o'lchamdagilarini ko'rishimiz mumkin. Kapalakimizning yoki obyektimizning katta kichikligidan kelib chiqib, biz modelkalarni turli hajmdagi, o'lchamdagilaridan foydalanishimiz mumkin. Masalan, arvoh kapalaklarni tutmoqchi bo'ladigan bo'lsak, arvoh kapalaklar biz bilamizki, birmuncha boshqa kapalaklarga nisbatan yirik va bizga ko'proq qulay bo'ladi. Kattaroq hajmdagisi va og'iz qismi ham diametri biroz kengroq bo'lgani bizni ishimizni demak osonlashtiradi. Kichikroq holatdagi kapalaklar bo'ladigan bo'lsa, o'lchamdagi kapalaklar, ularga kichikroq modelkamiz ham qanoatlantiradi. Endi modelka albatta uni ichiga maxsus biz paxta bo'lagi solib qo'yamiz. Paxta bo'lagini dastlab o'sha solishdan oldin etilatstat yoki xloroformga simdirib, uni tegishli tartibda modelkaga solamiz. Va shu bilan bir qatorda modelka ichiga o'sha filtr qog'ozlarini solib qo'yamiz. Bizga o'sha xloroform va etilatstatli paxta bo'lagimizdan ortiqcha namlikni shimib olishda yordam beradi. Nima uchun ortiqcha namlikni filtr qog'ozlar orqali shimdirishimiz kerak? Chunki ortiqcha namlik biz keyin yig'ayotgan kapalaklarimizni qanotlarini namlab,
tangachalarning to'kilib ketishligiga yoki o'sha kapalaklarimiz shikastlanib qolishligiga sabab bo'ladi. Va biz qachonki filtr qog'oz soladigan bo'lsak, ortiqcha namlik yutib olinsa filtr qog'oz orqali u yerda faqatgina o'sha diffuzion holatdagi etilat xloroformli havo qoladi va bu albatta hasharotlarni yoki o'sha kapalaklarni quruq holatda kuchsizlanishiga olib keladi va bu anchagina bizning demak yig'ayotgan namunalarimizni sifatli bo'lishini demak ta'minlaydi. Marilkalarga yig'ib olingandan keyin marilkadagi kapalagimiz ma'lum bir muddat 3-5 minutda kuchsizlanadi. Kuchsizlangandan keyin biz kapalakni marilkani og'zini ochib, kapalakning yirik kichikligidan kelib chiqib maxsus penchitlar ya'ni qisqichlarni o'zimiz bilan olishligimiz shart. Bunda katta o'lchamdagi kapalaklar uchun biroz yirikroq qisqichlardan, kichik o'lchamdagi kapalaklarni yig'ib olish uchun esa kichik qisqichlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Kapalaklarni qisqich orqali olamizda oldindan tayyorlab olgan qog'ozdan yasalgan konvertlarimizga joylaymiz. Qog'ozdan yasalgan konvertlarimiz qanaqa tartibda yasaladi? Oddiy oq qog'ozni olib, to'rtburchak holatda qirqib olamiz 10 sm o'lchamda. Bo'yi ham, eni ham 10 sm o'lchamda bo'lishligi konvertimizni yetarli darajadagi konvert yasash imkonini beradi. Endi biz konvert yasash tartibi qanaqa bo'ladi? Konvert yasaganda biz albatta dastlab qog'ozni bir qismini buklab olamiz va ikkinchi qismini yon taraflarini buklab orqaga buklab qo'yamiz. Bir tarafi esa ochiq holatda qoladi. Biz ta'bir tutgan kapalaklarimizni qanotlarini tepaga qilgan holatda olib o'sha konvertga joylaymiz. Va konvertga joylaganimizdan keyin konvertimizni o'sha yuqori qismini ham qatlab berkitib qo'yamiz. Bir qancha konvertlarni demak materiallarni yiqqanimizdan keyin ushbu konvertlarni idishlarga shikastlanmaydigan holatda qilib joylaymiz. Bunda bizga kerak bo'ladi, bugungi kunda hozir plastik konteynerlarni topishimiz mumkin yoki o'sha maxsus entomologik yog'och qutilarga joylab chiqamiz ularni birin-ketin. Tikka holatda saqlashlik kapalaklarimizni shikast etmasligini ta'minlaydi. Xo'p, shu holatda biz kapalaklarni tabiatdan yig'ib olishimiz mumkin. Kunduzi faol bo'lgan guruhga kiruvchi kapalaklarni. Endi tunda faol bo'lgan kapalaklarni qanaqa usullarda yoki tartibda yig'ishimiz mumkin? Deyarli ko'pgina jihati o'xshash, lekin bilamizki, tunda faol bo'lgan kapalaklar asosan qorong'i tushgandan keyin, quyosh botgandan so'ng, qushlar tinim holatga o'tgandan keyin tunda faol bo'lgan kapalaklarni tabiatda demak faolligi boshlanadi. Va biz bunda asosan ularni tutishda o'sha dunyo entomologlari tomonidan tavsiya etilgan va bugungi kunga qadar keng foydalanib kelinayotgan usullardan biri bu yorug'lik to'zoqlar, ya'ni svitolovushkalar orqali faol bo'lgan kapalaklarni tutishimiz mumkin. Tunda faol bo'lgan kapalaklar turlicha yorug'likka turlicha reaksiya bildiradi. Masalan, kapalaklar bor, o'sha 10-12 voltda ishlovchi demak lampalarga, oddiy xonadonlarda foydalanuvchi lampalarga ham kelishi mumkin. Lekin ba'zi bir kapalaklarimiz bor, yuqori kuchlanishga ega bo'lgan lampalargina ularni jalb etadi. Va bunda biz masalan arvoh kapalaklar misolida ko'rib o'tadigan bo'lsak, ularni o'ziga asosan ko'proq yuqori kuchlanishga ega bo'lgan lampalar demak jalb etishligini hisobga olib, biz asosan foydalanamiz 400, 450, 500 vattdagi demak lampalardan, LED lampalardan foydalanamiz. Bu lampalarni demak foydalanishda maqsad oq matoli ekranga joylashtiriladi. Oq matoli ekran qilib biz o'sha eniga 2 metr, bo'yiga 2 metr yoki 1,5-2 metr bo'lgan holatdagi oq matodan maxsus tayanchlar qilib o'sha obyekt tutadigan maydonimizga o'rnatamiz va uning markaziy qismiga
Demak, o'sha yuqori kuchlanishga ega bo'lgan drel lampalar ham deb ataladi, yoki led lampalardan ham foydalanishimiz mumkin. Ushbu lampalarni jihozlaymiz. Bu lampalarimiz 220 voltga ishlaydi. Shu orqali lampalarimiz bizga obyektlarimizni, tunda faol bo'lgan kapalaklarimizni tutishga imkon beradi. Tunda ekranga yorug'lik nuri ta'sirida lampadan chiqayotgan yorug'lik nuri jalb qilishi natijasida oq matoli ekranimizga tunda faol bo'lgan kapalaklar demak kelishni boshlaydi. Kapalaklar kelib oq matoli ekranga qo'ngandan keyin biz maxsus yuqorida aytib o'tganimizdek morelkalarga ekrandan to'g'ridan-to'g'ri o'sha kapalaklarni tutib olamiz. Va yuqorida aytib o'tdik, o'sha morelkalarimiz albatta xloroform yoki etilostatli suyuqliklar bilan shimdirilgan paxta bilan joylashtirilgan bo'ladi. Shu bilan bir qatorda filtr qog'oz, ya'ni uni biz zigzag holatda qilib filtr qog'ozlar joylashgan bo'ladi. Tutib olingan kapalaklar kunduzgi kapalaklarga ishlov tartibi bilan o'xshash va o'sha kapalaklarni biz maxsus penchiklar yordamida keyin ularni konvertlarga joylashtiramiz. Konvertlarga joylashtirilgan kapalaklarga o'sha konvertning ustki qismiga kapalakning tutilgan vaqti, tutilgan manzili va o'sha tegishli ma'lumotlarni yozib qo'yamiz. Mana shu tartibda kapalaklar kunduzi faol va kechasi faol bo'lgan holatda yashovchi kapalaklarni biz tabiatdan tutishimiz mumkin va ularni laboratoriya sharoitida keyingi bosqichlarda o'rganishligimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.